Siz o'sha payti birinchi negativingizni olasiz. Hamkor birinchi negativini oladi. Qanday? Bekor kelmadida, zo'r trening bo'lardida, buni ishlatib ketish uchun trening bo'layotgan edida degan negativni oladi. Oradan hafta o'tadi, 2 hafta o'tadi, успешный trening, ya'ni katta yuzli treningga kelish kerak. Siz yana aliga telefon qilasiz. Ali yaxshimisiz? Ha. 3 kun davomida soat 12 dan 2 gacha bizda успешный trening bo'lyapti. Yulduzli ustozlar kelish kerak, ya'ni muvaffaqiyat sirini o'rgatadi. Bunga kelmasang bo'lmaydi, bu juda ham muhim. Siz bilasiz, Aliga bu juda ham muhim. Lekin Alining o'zining plan rejalari bor. O'zining ishi bor, o'zining ro'zg'oridagi ishi bor, oilasi bor. U siz olmagan so'mdan grafikdir. Keyin sizda nima bo'ladi? Uni ko'rib qolganingizda Alini, misol ofisga bir kun kelib qolganda, sen o'zi Greenleaf'da ishlamoqchimisan? Sen o'z maqsadlaring nima? Boshidan nima uchun kirding Greenleaf'ga degan fikrlarni berasiz. Lekin o'zingiz xato qilayotganingizni tushunmaysiz. Undan haftalik grafik rejasini oling. Sponsoringizga o'zingiz negativ bilan chiqasiz. U ishlamaydi. U keldi, u одноразовый покупка. Harakat qilmayapti, o'rganmayapti deydi. Ya'ni o'rtada nima bo'ladi? Mana bu inson bilan Alini o'rtasida nizo kelib chiqadi. Ya'ni tushunmovchiliklar. Ikkovi o'rtada urushib qoladi. Bir-biriga telefon qilmaydi. Men nima uni chaqirishim kerak? Alini. Unga nima uchun men vaqt sarflashim kerak? U vaqt sarflamayapti-ku biznesga degan narsa bo'ladi. O'shaning uchun keyin Ali nima bo'ladi? Bu ham telefon qilmaydi Aliga, Ali ham bunga telefon qilmaganidan keyin o'rtada yo'qib ketadimi? Bu hamkorlik yana yangisiga cho'kib ketadi. Lekin siz mana shu Ali bilan haftalik plan rejasini olib, bu bilan potensial ishlar keling yaratsangiz bo'ladi. Yana undan haftalik grafikni olib. Haftalik grafik qanday olinadi? Haftalik grafik hamkor bo'lgan vaqtida olinadi. Ya'ni qanday? Misol uchun Alini aytaylik. Ali, sen bilasan-ku har kuni o'zing nima qilishingni. Greenleaf'ga ke, hozir plan reja tuzib olaylik. Qanchalik vaqt ajratmoqchisan? Qanchalik kuchingni, energiyangni sarflamoqchisan? Yangi kirib kelgan inson har doim biladi, plan reja tuzish bilmaydi. Siz yordam berishingiz kerak. Ya'ni, men tuzib beraman. Sen menga faqat qanchalik vaqt ajratishingni aytib o't, bo'ldi. Ya'ni misol uchun Alidan grafik reja olyapsiz. Bir hafta. Dushanba kuni. Qancha vaqt ajratsan? 2 soat. 7 dan 2 gacha. Soat 12 dan 2 gacha. Oldi. Seshanba kuni. Qancha vaqt ajratmoqchisan? 3 soat. Chorshanba kuni qancha? Chorshanba kuni men vaqtim yo'q, men o'zimda ishlarim bor. Payshanba kuni 1 soat. Juma kuni 3 soat, shanba kuni 5 soat. Yakshanba kuni yo'q. Men chunki oilam bilan vaqtni sarflashim kerak. Ya'ni undan haftalik plan